qolsa yana 2 kun. Eshik tashqarisida odam turuvdi, men namoz o'qiyotgandim, o'zimga bo'lganda. Bitta nevaram turuvdi, xon ustida chaynab turuvdi. Haligi o'rmalar borib, xonga turuvdi. Dedim. Bizdan keyin nima yo'talyaptilar ekan deb tashqariga kirdida, nimaga yo'talganimni bilib bolani oldi. Keyin men de o'ylab turib namozimni o'zi olib qo'yvermabsiz-da. Usulga bo'lgan ekan. Hali beixtiyor chaqirib olibdi o'zi. Men de turuvdim, o'qiyotgandim, ko'zimga qilib tushib turuvdim. Turdim. Tashqaridan chashib keldi-da, yugurib kelib bolani oldi, keyin turib hozir namozim buzildi shekilli. Mana shu yerda namozni buzishga o'sha Fathur Rahmoniyda sanagan ekanlar 8 tacha narsa. Mana shu yerda aytayaptiki, jon namozdan afzal, ibodatdan jon afzal deb deydi. Jon masalan bitta suvga tushib ketyapti, kuyayapti narsa aytayotganda, yo suqyapti razvedkaga, hozirgi kunda endi unda kitobda razvedka yo'q edi. O'laman o'tiribdi jon, yo bitta suvga oqib ketadi. Namozni buzaverasiz. Buzib, borib olib, haligini ehtiyot qilib, yana yangi boshlayverasiz.